Hammaga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Felix. Bugun biz Minecraft'ning eng eski versiyasini o'ynab tekshirib ko'radigan bo'lamiz va sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lamiz. Sizlar bo'lsa videoga like, kanalga obuna bo'lamiz. 600 ta obunachi uchun rahmat. Unda bizlar videoni boshlaylik. Mana biz o'yinimizga kirib oldik va birinchi navbatda join game degan bor. Join game degan ulashib o'ynash uchun qilingan ekan. Va mana boshqa ekran ko'rib turibsiz. Nastroykasi chirib ketgan. Chiqamiz va start game deganni bosamiz. O'ynaymiz va mana bu yerda 2 ta, 3 ta bo'lib turibdi. Shundan o'zimiz ochib kiramiz qani. Yo. Mana bu ko'radi chiqani. Ola bizlarning eng birinchi Minecraft dunyodagi eng birinchi Minecraft bu Minecraft'ni o'zimning Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Sakrash knappasi nima bu? Nima bu o'zi? Minecraft emas-ku biz. Unda biz ilk qo'shni boshlab tashlaymiz. Mana bu yo'qlarga borib ko'ramiz va qaytamiz hozir. Mana bu yerga qarang qizlar. Suv bo'lib ketdi. Sindiramiz. Qo'ysak. Bag'ni topib oldik, bag'ni. Va bizlarda eski Minecraft shunaqa ekan. O'zingiz olib o'ynab ko'rish uchun men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman va sizlar shu yoqda yuklab oling. Va Telegram kanalda obuna ham bo'lib qo'ying. Qizg'al narsalar hammasi shu yoqda. Unda bizlar shu videoni tugataylik. Yoqqan bo'lsa like bosib ketamiz. Davayda bo'ladi.